Lağmanda meyişlik boğan gembiyan somen qoruşni gülülang. Bek asan, bek yeyişlik. Aval çöpni jiz qilib tayyor qilib olamiz. Yetarlik materiallar go'sht, qurtqallaza, sinjang, samsaq, so'ng piyaz. Changsay qo'shib gembiyan somen asanglar bek yeyishlik bek o'xshaydi. Yaxshi ko'rmaydiganlar changsay qo'shmasanglar bo'ldi. Videoda ko'rsatgan bu to'g'rab tayyor qilib olamiz. Tayyorlab olgan chöpimizni mushunga o'xshash tayyorlab pishirib olamiz. Qozonga ozroq may qo'yib, kalgo'shni silib, toza qo'rib pishirib olamiz. Qo'rib mishallat kelganda sinjang, samsaq, so'ng piyozni silib, toza purqini chiqarib olgandan keyin qurtqallar solamiz. Qurtqallarni avval suv silib, qivasanglar yumshaydi. Shu vaqtda solsanglar ta'mi texmi yaxshi chiqadi. Andan keyin lapis solamiz. Andan keyin chingsayni silib, ozroq jang yo'l tuz silib o'tamiz. Yaxshi ezilgan kava uchun undan normal miqdorda solamiz. Sayni bir qo'rvatgandan keyin jusay bilan qizil lozini solamiz. Yarim chimish atrofida qaynoq suv qo'yib, bir elashtirib olgandan keyin chöpimizni solamiz. Chöpga jangyoni boshqa quyib olmaymiz. Chöpning rangi bek qop-qora bek chiqib oldi. Shunga chöpni qozon solgandan keyin ustiga jangyo qo'yib, bir elashtirib olsak ham bo'ldi. Gambiyan somenni taqsining cho'risiga chiqarib etmay chiroyli qusib tayyor qilib olamiz. Qo'rg'an kunjitdan ustiga teshi bir sepib vasaklan bo'ldi. Shunchalik o'xshagan shunchalik mislik gambiyan somen tayyor bo'ldi. Sirti yesanglar 25 qo'y, kichik taqsiliki, cho'ng taqsiliki 50 qo'y. Uyinglarga mehmon kelganda bir taqsi itib beradigan bo'lsanglar tilida qoldi. 快手，拥抱每一种生活。